Metan zapravkalar haqida noxush xabar. Cheklovlar yana boshlandi. Soat nechida ochilib, qanchada yopilishi haqida batafsil videoda ma'lumot oling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Mashinasi metan gazda yuradigan fuqarolarga tezkor xabar. Gaz bosimining ayrim hududlarda pastlashi kuzatilganligi sababli avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarida metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklovlar kiritildi. Ijtimoiy soha obyektlari va jamoat transportlari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror ravishda davom ettiriladi. Vaziyat barqarorlashishi bilan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi xabarda.